qo'l qaltirashga 2-3 ta narsa aytish mumkin. Keling, birinchi navbatda koritsa kitayskaya, ya'ni dolchin. To'g'rimi? Dolchinni olasiz. Zo'r dolchinni olasizda spirtga solib qo'yasiz. Masalan, ezib dolchinni haqiqiysi mana koritsa kitayskaya haqiqiysi. O'shani olasizda ezib spirtga solasiz. Masalan, 100 gram spirtga tasavvur qiling, 100 gram 2-3 qoshiq soling ichiga olov, ya'ni ezib. Bir 10 kun tursin. 10 kun turgandan keyin ichidagi chiqib keladi, ya'ni yog'i chiqib keladi, spirtga aralashib beradi. 70% spirtga qo'shing. Tushundingizmi? O'sha spirtni keyin suzib olasiz. Chiqarib tashlaysiz atxodini. Keyin birga bir biror bir yog' bilan aralashtirasiz. Birga bir spirt va yog' aralashtirib, o'shani qo'lga qayeringiz qaltirayotgan bo'lsa, shu surtang ichiga olov. Tushundingizmi? Kuchli shu. Sal o'rtachasi esa issiq yog'ga tashlaysizda, issiq yog'ga, ya'ni qaynab turgan yog'mi 50-60 gradusga. Vodinoy banyaga qilib ish qilib yog'ini chiqarib olsangiz, ya'ni suvli hammomga solib turib. Qilasiz kerak bo'lsa. O'shani qiling. Tushundingizmi? Surtish kerak undan keyin. Bu tashqaridan surtilaydigan qo'l qaltirashga. Tushundingizmi? Faqat Parkinsonga emas, droj deyilyapti, sal qaltirashga. O'sha narsa uchun. Xo'p deng. Aytdingizmi? Ichkaridan bo'lsa o'sha koritsani, ya'ni dolchinni ezib turib, bir choy qoshiqni 200 gram qaynab turgan suvga solasizda, bir 5 minut sal past olovda qaynatib olasiz. O'shani kun davomida ichasiz har kun. Bir 15-20 kun. Ya'ni qonlashni zo'r yaxshilaydi. Bu yerdan yog'ni surtasiz. Xo'p deng. Bu yerdan bo'lsa buni ichasiz. Dolchinni damlamasini ichasiz. Ana shuni qilib ko'ring.